Ravshan aka charchamadingiz, sovqotyapsizmi? Nima sovqatmayman, bu Chorvoqda oldi salqin tushib ketdi, sizlarga hayron qolyapman, o'rganib ketibsizlar. Mana soat ertalabki 3:30 bo'lyapti. Shunday suhbatimiz bo'ldi-da, o'shancha bizni sovqatmadik. Yo'q, og'iz gapirib tursa ham, lekin anavi tana ham bor, qizib ketadi ekan-a. Nima deydi Zafar aka, o'zingiz ham gapirib turing. Hamkasblar bilan Ravshan aka ham, Alisher aka ham, Usmon aka ham, Azamat aka mana yig'ilib, suhbat qilib, har xil mavzular, ilmiy suhbatlar, hayotiy mavzularda ancha kerakli bir-birimizga saboq oldik. Zerikishlar bo'lmadi. 1 soatlik suhbatimiz 8 soatga cho'zilib ketdi. Shunaqa, soat mana ertalab tonggacha. Isboti mana bomdod vaqti kirdi. Mazmunli bo'ldi suhbatimizda. Gap yo'q. Bo'yda. Suvni bo'yida, to'g'ri. Vaqt o'tib ketganini ham bilmaymiz. Lekin zo'r bo'ldi. Bundaqa kategoriyadagi odamlar ko'pdan beri uchrashmasa ham baribir siqilib ketadi ekanda odam. O'zini aqlli sezib ketgan. Hozir mana suhbatimiz jarayoni vobshe lekin bor-ku, zo'r bo'ldi. Gapni gap ko'paytiradi deydi-yu. Qandaydir oldin o'zingni lider deb hisoblasang, hozir o'rtada bir xil bo'lib ketding-da. Shunaqa. Ko'pincha O'shanisi ham suhbat shunda qiziqarli ham bo'ladi. Hamma ham fikr. Rejalashtirilmagan uchrashuv, rejalashtirilgandan so'ng effekti ham zo'r. Bemalol o'tirildi. kitob o'qimay keldik-da. Shunaqa tayyorlanmasda Tabiiy bori. boshida chiqashimiz ochilmadik. Keyin boricha Keyin boshlandi. shunaqa. Hamma qiynalgan ekan, glavni bor bu darajaga yetishga. Hech kim o'zi ustida qolmagan ekan. To'g'risi bor. Bunday kelib zo'r bo'lib ketdim, podpishigim shuncha demagan ekan. Hammani ozgina bo'lsa ham o'zida внутренний hayoti qiyinchilikdan iborati bor ekan deb o'ylayman. Lekin zo'r bo'ldi. Vaqt o'tishi bilan shakllanadi bu. Har qanday rohati tagida mehnat, mashaqqat borligini hamkasblar bilan gaplashib, yana amin bo'ldik. Mana oxiriga kelib Zafar aka yana ryukzagidan telefonni chiqargan, vobshe 5 ketdim. Endi gaplashadi. Men o'yladim, boya gaplashamiz. Keyin bu temaga o'tamiz. Hamma narsa ochilib, tabiiy bo'lsin ekanmiz. Ana bir chiqishib olib fikrlar. lekin bopladingiz, hammani ichini bilib olib, keyin mana hozir seriyoz endi hech kim bir-biridan uyalmayapti-da. Boya tortishi mumkin-da. To'g'ri, hozir ancha narsa dasturxonga chiqdi. Bundan buyog'iga nadeysiz qanday desa bo'ladi? Uchrashganimizda o'zi, do'stim, yana bir yig'laylik, ha? Nima dedi? Zafar aka. Tabiiy bo'ladi. Usmon ham mana Vaqt tez o'tib ketgan bilan turmadi. shunday. To'rboti, hali hech kimda uyqu yo'q. Endi kelmayapti mana. Ya'ni fikr almashib, eshitilmagan yoki kimnidir hayotida bo'lgan xatolik kim uchun dars bo'ladi. Buni har doim aytamiz. Kimgadir mana o'sha narsa saboq bo'ladi. ko'p narsa saboq bo'ladi bundan buyog'iga deydi-yu. Ko'p narsalar aytildi, o'rganildi. Nimalarimizni o'rgandik. Suvlar, gazlar chiqdi. Ana hojatxonalar chiqdi. Ularni ham to'g'irladik deydi-yu. Endi mavzularda yig'indisi ham bor, jamiki ravno bo'lib, hovuzlarning ichida bo'lib ketdi. Endi Zafar aka oxirini o'zingiz ham lekin chiroyli qilib bu sistemalarni ko'proq zaif tarafini to'g'irlashingiz kerak. Adabiy tilda ko'p gapirasiz siz ana yig'ilishlarda. Bizda undaqa unchalik yo'q. Biz haliga lo'nda kesib. Tabiiy ustalarga tushunarli bo'lsin desiz. Shunday. Ham yo'lga qo'yamiz. Imkon qadar hamkasblarimizga tabiiy oddiy jaydar tilda tushuntirishga. Suhbat uchun rosa zo'r o'tirdik. Rahmat. Zo'r. Mana Xudo xohlasa bundan Tabiatam bu yerda. Ham zo'r haqiqatdan gap yo'q. bu darajada yig'ilishimiz, например, akvalarga ham rahmat. Bugungi kompaniya Sababchi bo'lib qoldi. sababchi bo'ldi-da. Sababchi bo'lib qoldi. Mehmon do'stligi yana bir marta inoqlikka olib keldi deb o'ylayapman-da. To'g'ri. Hamma, например, o'zini problemasi bilan emas, mana hozir boshqa narsalar ham yechim bo'ldi-da. Qanday ish jarayonini olib borish, например, nimadan voz kechsa bo'ladi, nimadan voz kechsa bo'lmaydi. Shunday 3-kecha deyarli piramidada butun O'zbekistonning hamma viloyatidan kelgan hamkasblar yig'ilib, shu bahona mana ilmiy suhbatlar, fikr almashib, bu ham bitta, ya'ni o'sha dam olishda unumli foydalanishni dalolatidir. Zo'r. Особенно mana hozirgi kechki suhbat bor, svejiy kallaga juda ham ajoyib bo'ladi. Toza havoda. Menda birinchi marta hayotimda bu narsa. Bu haqiqat. Uxlamasdan yashasa bo'lardi.
Серьезно. ishlar rejalashtirilmagan, sahnalashtirilmagan. Haligi o'zidan o'zi bo'lib qoladi-yu. O'shandaqa. Hozir birovga aytsang ishonmaydi-da. Shunaqa. Xudo xohlasa parda ortida emas, главное. Qorong'i, yog'larni ham ko'rsatib qo'ying. Yana bizda teatrda deb o'ylamasin. Kommentariyada unday ekan, bunday ekan deb. Juda ham zo'r, go'zal ish bo'ldi lekin. Maza qildik. Zafar og'aga ham rahmat. Oxirida настроениyalarni ham ochib yubordi. Вообще dahshat bo'ldi. Salomat bo'linglar, yaxshi dam olinglar, kunga xayrli barakatli bo'lsin. Rahmat suhbat uchun. Bugun kunimiz mahroqli o'tgan desak ham ajoyib tarzda charchamadlaring ishqilib. Kechaga kun, bugungi tong bo'ladi o'shanda. Lekin sizlarga ham hammalaringga rahmat, vazifalaringda a'lo darajada bajardilaring, bugun kelishlaring yo'q. Non Ya o'zi varsha yo'q joydan O'tirdik. Zafar og'a ham lekin tayyorgarlik qildi, orqasida ryukzagi bilan birinchi o'yladim bu hammasi postanovka, lekin bunaqa emas ekan. Yo'q, men ryukzakim doim yonimda yuradi. mana shamsira ko'tarib turibdi mana. Mikrofonlar. Mo'sh kelishib oldilaring, sen ko'tarib turasan, bu yoqdan olaveramiz deb. Yana bir marta hammalaringizga rahmat. Xo'p. Usmonboy, sizlarga sog'lik, salomatlik, Zafar og'a. Sizga ham katta rahmat. Yaxshi yetib olinglar. O'zlaringiz ham yaxshi yetib Yaxshida ko'rishaylik. Sog' bo'linglar. Amin. Sog' bo'linglar. Mayli, Gaplashamiz hali. sog' bo'ling. B korpusdan A korpusga qarab ketamiz. Salomat bo'linglar, yaxshi.